Assalomu alaykum ustozlar. Yaxshi dam olib keldilaringmi? Kayfiyatlaring yaxshi, yuz ko'zlaringdan ko'rinib turibdi. Demak, bugungi mashg'ulotimizni boshladik. Biz birinchi navbatda bilasizlar, davomatni aniqlab olishimiz kerak. Davomatni aniqlab olish uchun hamma o'z nomerini biladi. Xo'p, yaxshi, juda ham unday bo'lsa, o'zim boshlab beraman. Keyin undan keyin asta-sekinlik bilan bir boshdan chiqib, o'sha o'zimizning nomerimizga bosib ketaveramiz. Xuddi men qilgan ishni sizlar takrorlaysizlar. Boshladik. Xo'p, birinchisi o'zimda master klass bo'ladi. Xo'p, tayyormiz? Boshladik. Bir boshdan chiqib. Bizda berilgan 4 xil rang bo'yicha bezashni boshlaymiz. Bek qo'tolasiz. 4ta chiqaveringlar. Yo'q. Xo'p, juda ham chiroyli. Qaysi rang barmog'ingizda bo'lsa, o'sha partaga borib o'tirasiz. Tezlashamiz. Yashil bosganlar yashil partaga borib o'tiramiz. Hamizga bosasiz. Raqamingiz 2. Xo'p. Hamma bosib bo'ldi. Juda ham yaxshi. Xo'p, ustozlar, mana biz ham qo'limiz orqali san'at asari yaratdik, ham davomatni aniqlab oldik. Bizda ikkita ustozimiz 22-24 raqamli ustozimiz bugun darsimizga, mashg'ulotimizga qatnashmayapti va albatta guruhlarga bo'lib oldik. Yaxshi, tayyor bo'lsanglaring darsimizni boshlaymiz. Tayyormiz? Xo'p. Juda ham yaxshi ustozlar. Bugungi mavzuyimiz tasviriy san'atda art terapiya. O'zi nima? Art terapiyani turlari bormi? Art terapiyada qanday dars o'tish mumkin? Hozirgi kunda butun dunyo bo'yicha, dunyo bolalari bo'yicha eng davolashning maqbul usuli bu art terapiya hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kundagi eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Art terapiya, art san'at, terapiya davolash. Ya'ni san'at yo'li bilan stressga tushgan nafaqat o'qituvchini ham yoki boshqa soha vakillarini ham davolash usuli hisoblanadi. Art terapiyada juda ham katta ishlar qilish mumkin ekan. Har xil usullardan davolash mumkin ekan. Masalan, misol uchun art terapiyada bu san'at sohasida qanday davolash usullarini bilamiz. Aynan qanday stressga tushishi mumkin. Hozirgi kundagi eng dolzarb vaziyatlardan biri inklyuziv ta'limda ham biz umumiy o'rta ta'limda ham o'quvchilarni art terapiya yo'li bilan biz hayotga qiziqishlarini, stressdan chiqishlarini oldini olishimiz mumkin ekan. Aynan bizi tasviriy san'at tilida bu nima deyilar ekan? Art terapiya, ya'ni tasviriy san'atda art terapiya deb atalar ekan. Endi
o'qituvchilar uchun metodik ahamiyati nimadan iborat bu art terapiyani? Darsda o'quvchilardan psixologik iqlimni yaxshilaysiz. Bu psixologik iqlim degani muvozanatda saqlab turasiz, nutqingiz orqali. Demak, so'zingiz orqali, gapirishingiz orqali, yo'nalishingiz orqali siz nima jarayonni, ekosini bitta dinamikada ushlab turasiz. Ikkinchisi, ranglarni tanlash va uyg'unlashtirish bo'yicha amaliy ko'nikma berasiz. Siz hozirgi holatdagi vaziyatda o'quvchini tinchlantira olish qobiliyatiga ega bo'lishingiz kerak. Uchinchisi esa stressdan xoli, erkin ijod qilish imkonini yaratasiz. Ya'ni o'quvchini yana ham stressga tushib, qog'ozini g'ijimlab, uni yirtib tashlash holatigacha olib kelmaysizda, o'sha bor butun qog'ozidan san'at asari yaratib berasiz. Va to'rtinchisi, o'quvchilarni diqqat va tasavvurini faollashtirasiz. Har qancha sizda mimikangiz bo'ladimi, so'zlashishingiz bo'ladimi, qarashingiz bo'ladimi, siz o'quvchini o'ziga nima qilib olishingiz kerak ekan? Jalb qilib olishimiz kerak ekan. Endi ustozlarimiz uchun tavsiyalar bor. Ya'ni art terapiyada shug'ullanayotganimizda o'quvchilarda, ya'ni o'qituvchilarni o'quvchilarga bo'lgan nimasi ekan? Tavsiyasi, ya'ni bizni ustozlarimizga tavsiya. O'quvchilarda erkin ishlashga imkon bering, noto'g'ri chizding degan fikrni aytmang. Xunuk chizsa ham bolaga sen zo'rsan, sandaqasi yo'q va albatta sen kelajakda zo'r rassom bo'lasan degan fikrlarni aytib o'tishingiz kerak ekan. Xo'p, keyingi tavsiyamiz ranglarni tanlashga majburlamang, erkin ijod qilishga undang. Men hozir ustozimni turg'izaman-da, sen bu yoqqa kel. Turing o'rningizdan ustozim, ismingiz nima? Husnoraxon, o'tiring aniga. Men aytgan rasmni chizasiz, men aytgan rasmni bo'yaysiz. Boshqa imkoni yo'q. Demak, bu holat juda ham noto'g'ri ekan. Rahmat, o'tirib oling. Demak, bunday holatda o'quvchini o'zini dunyoqarashiga qo'yib berasiz, erkin ijod qilsin. Uni majburlamang. Mavzu shu edi, mavzudan chekka chiqmaysan degan fikrlar mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Undan keyingisi esa ish jarayonida tinch, sokin musiqalar qo'yib bering. Art terapiyani eng hozir urfga kirgan turi bu musiqa tinglash orqali o'quvchilarni yoki bolalarni davolash hisoblanadi. Va keyingi ustozlarimizga tavsiyamiz muhokama vaqtida tanqid emas, ijobiy rag'bat. Doimo zo'rsan. Sandan zo'ri chiqadi. Sen butun dunyoni olasan degan fikrlarni doimo o'quvchiga qayta-qayta aytishdan charchamang. Shundagina sizga bo'lgan mehri, muhabbati oshib boradi. Ustozlar, bundan tashqari art terapiyani yo'nalishlari juda ham ko'p. Ya'ni ulardan fototerapiya bor. Masalan, o'quvchilarda fototerapiyada nima qildirishingiz mumkin? O'quvchilarga fototerapiya uchun yoshligidan o'sha davrgacha bo'lgan jarayonni kallash uslubida, yelimlash uslubida nima qilasiz? O'zini hayoti davomidagi rasmlarini bitta katta fototerapiya qilib albomlashtirasiz. Undan tashqari musiqa terapiya bor. Hozir aytib o'tgandek, tinglash orqali, sokin musiqalarni qo'yish orqali davolashingiz mumkin ekan. Va undan keyingisi yana raqs terapiya hozir urfga kirgan. Qo'l mimikalari orqali, yuzimiz orqali yoki boshimiz orqali yoki oyoqlarimiz orqali biz turli xil mashqlarni bajarish orqali raqs terapiyani amalga oshirishimiz kerak. Bizda esa eng asosiysi rang terapiya. Masalan, oddiy markerdan ham o'quvchilarning ruhiyatiga mana ta'sir qilsangiz bo'ladi. Biz masalan ko'pincha qizil rangni noto'g'ri rang deb olishimiz mumkin yoki bo'lmasam qora rangda X qilib chizib qo'yishimiz mumkin. Yo'q, bunday qilmasligimiz kerak. Biz o'rganib qolganmiz, doimo salbiy baholarni qizil rangda qo'yishdi. To'g'rimi? Endi biz
har qancha bolani rang orqali uyg'unlashtirib, rangning ma'nosini tushuntirib, bolalarga rang orqali ta'sir qilishimiz mumkin ekan. Biz endi aynan qizil rangga yopishmaymiz. Masalan, yashil rang, havo rang bilan yoki ko'k bilan yoki shunday chiroyli boshqa ranglar bilan o'quvchilarni o'zimizga jalb qilishib olishimiz mumkin ekan. Va yana bitta turi art terapiyani eng zo'r turlaridan biri bu maska terapiya. Bilamiz, maska nima uchun qilinadi? Maska nima uchun qilinadi? Bu o'zi maska degan so'zning ma'nosi nima? Niqob. Niqob nima uchun taqiladi? O'zini tanitmaslik, yanachi bayramona kayfiyat ulashish maqsadida maska tanlaymiz. Tushundingmi? Demak, bu maska terapiya bolalarning eng sevgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozir men hammalaringga bittadan qog'oz beraman. Hammamiz o'zimizni boshimizga loyiq bo'lgan maska yasaymiz. Kelishdikmi? Xo'p, unda boshladik. Xo'p, berib yuboring. Ikkala guruhga. Tezda boshimizga loyiq holatda maska yasaymiz. Maska yasashni o'zini usuli bor. Biz qog'ozimizni gorizontal va vertikal holatida moslab olamiz. Yuzimizga moslash uchun buni qanday holatda qo'yishimiz kerak? Mana shu holatda qo'yib turib, o'zimiz yuzimizga moslab, ko'zimizni, burnimizni va orqasidagi ipimizni tezdagina yasaymiz. Boshladik. Mana bu ko'zimizni joyi va og'zimizni joyi bo'ldi. Shu bilan bo'ynimizga, mana boshimizga ilaydigan qismini tayyorlab olamiz. Kelishdikmi? Boshladik. Hop, qaranglar. Men mana maskani tayyorlash uchun o'zimni yuzimga moslab oldim. Mana ko'zimni belgilab oldim. Mana shu belgilagan qismimdan to'g'ri, ya'ni uchburchak holatda og'iz qismimni ham belgilab oldim. Endi men shu belgilagan joylarimni ozgina nima qilaman? Qirqib qo'yaman. Xohling qo'lingizda qirqsangiz ham bo'laveradi, xohling qaychida qirqsangiz ham bo'laveradi. Lekin chiroyli chiqsin, o'zingizga mos bo'lsin. Hop, keyingisini xuddi shunaqa qilib davom etkazing. Hop. Izlashamiz. Oddiy qalamda yoki qaychida joyini tegishib olsak bo'ladi. Tayyormizmi? Bo'ldi. Endi orqa belbog'ini tayyorlaymiz. Ozgina listimizdan mahkamlash uchun nima? Yuzimizga kiyganimizda maskamiz turishi kerak, ustozlar. Steplerdan foydalaninglar. Tezda qadab qo'yinglar. Kimiki tayyor bo'ldi, ustozlar? Shoshilmanglar, juda shoshqaloq ketyapmiz. Shoshilmaymiz. Boshimizga kiyganimizda o'rtada turishi kerak. Albatta, men maskamni boshimga kiysam, mana boshimda maskam turadi. Hamma boshiga kiysam juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Faqatgina yuzimizni to'samiz, og'zimizni teshing, Jonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi sevim. Farzandlaring O'zbekiston, iymonimiz butun vatan. Ishonaver, onajonim, xizmatingga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston, O'zbekiston.
Mana shu holatda maskamiz tayyor bo'lsin. Bolalar sizlardan tez qimirlaydi, o'quvchilar tezlashinglar. Ha, kiydik. Markerlarni olamiz qo'limizga bittadan. Hop. Siz hamma sheri-sheriga qarab oladi. Endi maska terapiyada portret ishlaymiz. Tezlashamiz. Ikki kishi bo'lib olamiz. Bir-birimizga portret ishlaymiz. Ha? Yo'q, kiyib olib birga ishlaysiz. Yo'q, mana buni keyin. Ha, kiya qol. Keyin ustoz. Yo'q, to'liq kiyasiz. Ha? Hop, tezlashamiz. Ushab turavering ustoz. Achinda ushab tursiz. Hop. Orqasini kerak. So'raydi tezlashamiz. Ha? Endi chupchuq bo'lamiz. Markerlarni oldik, markerlarni saytasizlar, marker oling. Portret ishlaymiz. Siz bunga ishlaysiz, dugonangizga, dugonangiz sizga ishlaydi. Ustozlar, boshladik. Yo'q. Maskamizga ishlaymiz, maskamizga. Mana maskamizga ishlaymiz, ha, juda zo'r. Bo'ldi-ya, to'xtatamiz endi, bo'ldi sizlar. Xo'p, maskani kiydik. Maskani kiyamiz hammamiz. O'rnimizdan turamiz. O'rnimizdan turamiz. Mana shu joyda biz fototerapiya usulini o'rganayotgan bo'lsak, ikkosini integratsiya qilib rasmga tushishimiz mumkin ekan. Demak, hammamizga 3 qarsak. Rahmat, o'tirib olamiz, yechmaymiz maskamizni. Ustozlar, endi quloq solamiz. Art terapiyada maska terapiyaning asosiy maqsadi mana shu edi. Hozir mana 28 ta agar men uchun o'quvchi bo'ladigan bo'lsanglaring, 28 xil chehra turibdi. Aynan bu chehralarni biz endi sekin qo'limizga olamiz. Oldik qo'limizga. Endi mana o'zingizdagi taassurot. Buni esdalik uchun olib qo'yamiz.
Xo'p, demak, guruhlarimiz hammasi zo'r qatnashgan uchun biz zo'r degan nima? Smaylarimizni taqdim etamiz. Demak, hammamiz zo'r yaratdik emaskani. Ikkala guruhga bittadan. Ustozlar, kayfiyatlaring ko'tarildimi? Art terapiyani asosiy maqsadi shu. Bolani stressdan olib chiqish. Bir oz bo'lsagina stressdan xoli bo'ldingizmi? Quvnoqli qalbimizga, yuzimizga kulgu, tabassum yugurdimi? İçimizdagi bori haligi nima deydi? G'am tashvishlarimiz, shirin g'am tashvishlarimiz nima bo'ldi? Yodimizdan, ya'ni esimizdan chiqib ketdi. Aynan o'quvchilarda ham maqsadimiz ularni insonni qalbiga yoki bo'lmasam ongiga, yuragiga kirib borish. Birozgina vaqtlar o'tgan sari o'rni qoplanadi-da, unutilib ketar ekan. Bu fan tomonidan isbotlangan ma'lumot hisoblanadi. Lekin o'quvchini aynan ruhiyatiga kirib borsiz, ruhiyatini davolasangiz, uni bir umr esida qolar ekan, bir umr stresslardan xoli bo'lib yashar ekan va o'sha hayoti oldingi tomonga nima bo'lar ekan? Yuksalishga olib kelar ekan. Biz aytmoqchi bo'lgan narsa aynan bu usulda inklyuziv ta'limda ham qo'llashingiz mumkin. Inklyuziv ta'limning asosiy negizi ustozlar art terapiya hisoblanadi. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan aynan inklyuziv ta'limga bo'layotgan e'tibor, aynan san'atga bo'layotgan e'tibor deb tushunaman. Sababi aynan shu mavzularda bir qator ko'z yugurtirib chiqadigan bo'lsangiz, hammasida art terapiya orqali davolash, tasviriy san'atda art terapiya degan mavzular kiritilgan. Endi bizda savol berishingiz mumkin. Ustoz, bizda aynan tasviriy san'at darslarimizda qaysi mavzular art terapiyaga bog'liq deyishingiz mumkin. Bizda aynan tasviriy san'at darsimizda doodling usuli, zentagl usuli, yana 3D rasmlarni chizish, mana shular hammasi art terapiya hisoblanadi. Bundan tashqari hozirgi kunda O'zbekiston xalq amaliy san'atida naqsh elementlarini murakkab va islomiy naqshlarni bezatish ham art terapiya orqali amalga oshirar ekan. Demak, bilingki, darsligimizda art terapiya yo'nalishlari juda ham ko'p ekan. Tushundilaringmi? Ustozlar, keyingi mashg'ulotga o'tishdan oldin men sizlarga bitta savol beraman. Hamma to'rala guruhga va fikrlar ketma-ketligini hisobga olaman. Masalan, siz manzara deganda nimani tushunasiz? Aynan art terapiyada manzara qanday bo'lishi mumkin? Xo'p, bitta-bittadan, xo'p. Manzaramiz, tog'larimiz, bog'larimiz, art terapiyada qo'limizda manzara chizsak bo'ladi. Xo'p, yaxshi ustoz, qisqacha. Xo'p, rahmat. Art terapiyada o'z-o'zidan mana bolaning ruhiyatini tinchlantirishda aytyapsiz-ku. Suvli o'sha nima deydi, ariqlar, soylari bor manzarani olsak yana ham yaxshi bo'ladi, chunki suv ham tinchlantirish juda ham yaxshi. Xo'p, ranglar bilan birga ishlash, manzarada rang eng asosiy usul art terapiyani. Xo'p, yana birorta manzaradan ko'rishni tabiat qo'yniga olib chiqib turib, yaxshi. Yaxshi. Ustozlar, bizi yurtimizga o'zimizni chiroyli bayramimiz nima bo'lyapti? Kirib kelyapti. Qanaqa bayramimiz kirib kelyapti? Xo'p, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i. Biz art terapiyada hozirgi mashg'ulotimizda manzara ishlaymiz. Biroz murakkabroq topshiriq beraman bunisida. Art terapiyada manzara ishlaymiz. Lekin aynan O'zbekiston yurtimizga kirib kelayotgan 18-noyabr kuni nishonlaydigan O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i ham aks ettirilgan holatda ishlaymiz. Uning uchun 4 ta guruhdan bizga bittadan ustozlarimiz chiqadi. Biz mana bu joyda bir nechta variantlar berganmiz, o'zini komandasini aniqlab oladi qaysi variant ekanligini. Tez-tezda bo'lamiz, 4 ta ustozimiz chiqsin. Tortasiz, xolos. Bittadan tanlang va o'qib bering. Turli buyumlar orqali art terapiyada ishlash. Xo'p, shar orqali. To'xtang ustoz. Sharni olib ketasiz. Qo'l orqali ketasiz.
o'zimizni qo'limizda. Gubka orqali bering. Siz mana bu idishlar olasiz. Qo'l orqali o'zimizni Ha. Hop. Hammasi sizlar. O'tirib olamiz. Hamma ishlash kerak. O'rtaga qo'yib olinglar. O'rtaga qo'yinglar. Hop. Mana qizlarga oling. Bo'ldimi? Hop, mana. To'xtanglar. G'irromlik qilmanglar. Ustozlar o'quvchilardan ham hali tezimizda. To'xtanglar, biz o'zimiz vaqt beramiz. O'tirib olamiz ustozlar. Art terapiyada mavzu berilmaydi. Mavzu bermayman. Sababi manzara ishlaysizmi, portret ishlaysizmi, bayroqda ishlaysizmi, gerib ishlaysizmi, umuman farqi yo'q. Faqat sizga berilgan shart bo'yicha ishlaysiz. Masalan, sharda deganimiz, faqat sharda ishlaysiz, boshqa narsa ishlatmaysiz. Guvashni shar orqali ishlaysiz. Qo'lda deganimiz, faqat qo'lda ishlaysiz, hech nima ishlatmaysiz boshqa. Gubkada deganimiz, faqat gubkani o'zida ishlaysiz, boshqa ishlatmaysiz. Turli buyumlar deganimiz, biz qopqoqlar beramiz, hozir sizga buyumlar beramiz, buyumlar orqali. Mana bunaqa bizda keraksiz buyumlar bor yoki bo'lmasam turli xil mana bunga o'xshagan buyumlarimiz bor. Mana shu orqali ishlaymiz. Tayyormizmi? Juda tezlashib ketyapmiz. Tayyormizmi? Shovqin qilmaymiz. Ha, juda chiroyli. Qopqog'ini o'zini olsangiz ham bo'laveradi. Qopqoqni o'zini oling, ham tashi ham ichi bilan chizasiz. Gubkani unaqa suv bormaymizda. Mana bu usulda botirib ishlaymiz. O'shanda chiqadi. Xohlang buni kapalaklar qilmoqchi bo'lsangiz, o'rtasidan qisib turib yo boylab turib ishlaymiz. Tushundinglarmi? Tezlashinglar. 7 ta nima o'quvchi qatnashish kerak. Sizlar faqat qo'l orqali, ustozlar, qo'l. Qo'llarimizni botirib suv olmaymiz, faqat barmoqlarda ishlaymiz. 7 barmoqlaring teng bosilsin. Ulgurmaysizlar. Tezlashinglar. Chutkalarda oling. Xohlagan manzara ishlasangiz ham bo'laveradi. Bayroq chizsanglar ham zo'r. Qo'lda tezda. Xizmatingga doim tayyor farzandlaring O'zbekiston.
Hojidan barmog'imizga to'liq urlab olib, ashula pishtirsak ham chiroyli chiqadi. Bizam ustoz. A'lo o'qib ulg'ayamiz, ishonchingni biz oqlaymiz, mehnat bilan jamol topib vatan seni ardoqlaymiz. Har nafasda, har qadamda cheksiz mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Gulaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. Farzandlaring O'zbekiston, gulaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. Farzandlaring O'zbekiston, iymonimiz butun vatan. Ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston, O'zbekiston. Ona diyorim, sen mehribonim. O'zbekistonim, O'zbekistonim. 2 daqiqadan keyin yig'ishtiramiz. Vaqt tugadi, tugatamiz. Haligi raqam magnit qo'yib. Xo'p. Biz tabiat manzarasini ishladik, asosan bahorda ishladik. Ana lolazorlarimiz va bayrog'imizni aks ettirishga harakat qildik. Ko'k, qizil, oqish va yana qizil palasamiz bor va pastda maysalarimiz va daraxtlarimiz, qushlarimizni chiqarib berdik shar orqali. Shar orqali ishladingiz. Juda ham yaxshi. Biz bayrog'imizni gubka orqali ishladik. Bu bayrog'imizda mana havorang, to'rtta rangimiz ifodalangan. Lekin biz butun O'zbekiston bo'ylab mana shu bayrog'imizda havorang mana tog'lar bilan ifodaladik. Yashil manzara, tabiat ko'rinishimiz hamda sharqona binolarimizni, ayniqsa mana Samarqand, Xiva va Buxoro bizning qadimiy yurtlarimizdan biri hisoblanadi. Mana shu bayrog'imizni aks ettirdik. Juda ham yaxshi. Aynan ustozlar art terapiyada gubkalar orqali ishlash qanday bolaga ruhiy ta'sir qilar ekan? Nima deb o'yladilaring? Juda narsaki, masalan, qalam bilan bola masalan joyida joy o'tiza olmasligi mumkin, lekin gubka bilan ishlagan paytda osonroq bo'ladi bolaga ham. Masalan, gubka orqali bosib qo'ygan daraxtlar shoxini chiqarolmagan taqdirda, lekin gubka bilan u oson chiroyli ko'rinadi. Ham bola o'zi mana shuni uddalayapman degan nima bilan oldiga motivatsiya bo'ladi. Motivatsiya berar ekan mana. Juda ham Zavq beradi o'quvchiga. yaxshi. Bu manzarani biz ulardan foydalangan ishladik. Turli buyumlar, ya'ni nima, turli xil detallarda, qopqoqlardan foydalanib san'at asarini yaratdik bo'lamiz. Mana bu yerda biz bayrog'imizni kamalak ko'rinishida aks ettirdik. Hop. Tabiatda endi chechanaqa bo'lib qoldi. Arg'imchoqda uchayotgan bolachani, kamalak ya'ni tabiatga ruhlanib zavqlanayotganini tasvirlashga harakat qildik. Buyumlardan bu jiddiy o'quvchilarga bitta ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin buyumlardan. Chunki qayerda ishlatishga qiynalishi mumkin, lekin harakat qiladi. Yaxshi, juda ham chiroyli chiqqan. Aynan bizda o'sha bolani tasviri yoki qizni tasviri, o'sha arg'imchoq uchayotgani tabiatdan ruhlanib, mana shunday holatda chiroyli tasvir ishlaganini aks ettirib turibdi. Juda ham chiroyli. Biz ham albatta
O'zimiz O'zbekistonimizda bayrog'imizni ishladik birinchi navbatda. Bunda kelajak yoshlar qo'lida. Albatta, shuning uchun biz bayrog'imizni aynan yoshlar qo'liga tutqazdik va albatta bizda ona tabiatimiz, milliy qadriyatlarimiz, ya'niki bu bizda yosh ulug' daraxtimiz va u yoshlarga albatta o'rnak bo'ladi bu daraxtimiz o'zini mevalari, hosillari bilan. Tinchlik eng tinch davlat bemalol ayta olamiz. O'zbekistonimizda eng xavfsiz davlatdir. Shuning uchun tinchlik ramzini anglatuvchi kabutarimizni ham joyladik rasmimizga va albatta quyoshimizni ham ta'riflab o'tib ketamiz. Bunda o'sha osmonimiz musaffo va quyosh o'z nurlarini baravar yerning har yuziga sochib turibdi. Buni o'zi ham bitta katta baxt. Xo'p, juda ham yaxshi. Qanday usuldan foydalandilaring? Biz bunda o'sha noodatiy uslubdan foydalandik va barmoqlarimiz orqali kvantilizm uslubini ham keltirib o'tdik. Yana suvlarimizni ham chizdik. Buni ham o'sha yangi tasavvur bergan. Demak, har bitta qo'limizni, barmoqlarimiz va kaftlarimizdan foydalanib ishlangan. Ko'pchilik buni tasvirda bitta ko'rishda kistichka bilan chizibdi deb o'ylashadi, lekin aslida bizni kaftlarimizga rangda surkab olib turib, sursak mana shu holatga kelib qoladi. Juda ham chiroyli. Mana biz 5 ta barmog'imiz bo'lsa, tasvirda ham 5 xil rangimiz ishtirok etgan, har bitta barmog'imiz bilan ishladik. Ustozlar, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, biz aynan ta'limda yondashuvlar, zamonaviy yondashuvlardan 5Y modeliga nima qildik? Shakllantirdik. Aynan shu yo'nalish bo'yicha darsimizni tashkilladik. Ustozlar, biz aynan 5Y ni darsimizni boshlashda qayerdan boshladik? Aynan art terapiyani boshlanishi qayerdan boshladik? Davomat olishdan boshladik va uni tatbiq qilish uchun nimaga asoslandik? Maskaga asoslandik va uni tushuntirdik va oxirida nima qilib qo'ydik? Mustahkamlab, chiroyli amaliy ishlar bilan yakunlab qo'ydik. Darslarimizni shunday tashkil etsak, juda ham chiroyli chiqadi ustozlar. Sizlarga oxirgi tavsiyam bo'ladi. Har bitta darsingizni hozirgi zamonaviy yondashuvlarga asoslangan darslarni tashkillang va o'sha darslaringiz sizda eng chiroyli va eng sifatli darslardan biri bo'ladi. Art terapiya mavzusini yakunlar ekanman. Bilamizki, bizda farzandlarimiz xuddi yozilmagan oq qog'ozga o'xshaydi. Bizni farzandlarimiz yozilmagan oq qog'oz. Unga biz qanday rasm chizamiz, qanday asar yozamiz, yakunida muallif o'zimiz bo'lamiz. Demak, bundan chiqib aytamanki, har birimizni chizgan rasmimiz, har birimizni yozgan asarimiz xalqimiz uchun manfaatli va xalqparvar insonlar bo'lib yetishishini tilab qolaman. Ishlaringda omad, kuch-quvvat tilayman. Sog' salomat bo'linglar. O'tiruvchanlik tashkillab bizga shuncha motivatsiyalar berib dars o'tganingizga katta rahmat. Hammamiz xudo xolasa maktablarga borib bu usullarni qo'llab ko'ramiz degan umiddaman. Hammamizga bu dars yoqdi. Ustozlar, biz zo'rmiz, demak zo'rmiz, oxirigacha, yil yakunigacha zo'r holatda darsimizni yakunlaymiz. Bugun baholaring hammalaringga zo'r. Xo'p.